Akbarjon, assalomu alaykum. Mana Zota Kuba 50 taligimiz. Mana yonish holatlari ichida. Mana sistemamiz. Kenovый котел, одна контур. Двухконтурный. Mana tepli pollar. Kaselni boilerlarimiz. Umni dom mana. Hozir nastroykaga keldim. Hozir mana shuni o'zi ishlayapti. Ular o'chirib qo'yilgan. Shitlar o'chib. Hozir mana stabilizatorlar. Mana UPS'lar stabil. Mana yangi kelgani ham bor. Mana xohlasa buni yo'lga qo'yamiz endi mana. Ixcham. Mana 70 ga qo'ydik. 56 ga chiqibdi. Ko'mirlarimizni ham ko'rsatib qo'ygan mana. Tuproqlari mana hokasi. Eng irigi danakday, yong'oqday bitta hektasi bor. Mana gazga propanga qilingan ekan, uni olib tashladik. Endi shu bilan ishlaydi-da. Bo'ldi mana. Graslar ham 60 ming. To'plarimiz 220 ming. Yaxshi. Mana o'sha UPS'imiz yangi Xitoydan keldi. Yo'lga qo'yapti, xudo xolasa. 7 kilovatgacha bor ekan. 1 kilovatdan boshlanar ekan. O'ta ixcham narsa.